Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barlik qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barkat bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimiz davomlashtiramiz. 39-cho'ng gunoh xiyonat. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Anfalning 27-oyatida bunday deydi: Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Mana bu oyatda Alloh taolo Allohga, Allohning payg'ambarlariga xiyonat qilmaslikni va omonat qo'yilgan narsalarga xiyonat qilmaslikni Alloh taolo buyurgan. Buyruq bu. Vahidi mundaq deydi: Bu oyat Abu Lubaba haqida nozil bo'lgan. Vakamındaq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Qurayza kabilesini qorishib olgan çağda Abu Lubaba'ni ularga elçi qilib evetidi. Onun ayoli ve balçaqlari ularning qo'lida edi. Yahudilar onundan eğer biz Saidning hükmüge razı bolup teslim bolsak bizga qanday jazo beriladi deb so'raganda Abu Lubaba ularning o'ltiriladiganligini ishorat qilib taslim bo'lmaslikka shart berdi. Uning bunday shart berishi Alloh va uning payg'ambariga qilingan xiyonat edi. Bu yerda Saidning hukmi degan gap payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'rshavdiki Yahudilarga qanday jazo berish haqida sahobalar bilan maslahatlashganda Said ibn Muoz raziyallohu anhu ularning qoral tutalaydiganlarını öldürüp xotin bolalarını asir elish haqida maslahat bergan. Mana shu maslahatni oyoqdagi Abu Lubaba degan o xiyonat qilib hammani o'ldirdi, taslim bo'lmanglar deganligi bu yerda bayon qilinadi. Bu bayon Suyutining Asbabun Nuzul nomli kitobida naql qilingan. Kelbi mundaq deydi: Allah ve onun Resulü'ne xiyonat qilish o ikkisiga osiylik qilish demektir. Ama amonatga xiyonat qilishga kelsak, Allah her bir insonga farz qilgan ibodat uningga qo'yilgan omonat bo'lib, o xohlasa bu omonatga xiyonat qiladi, xohlasa uni ado qiladi. Uning bu ishini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Çünkü Allah Teala buyurgan bu ibadetlerge xiyonat qilish şu insan şunu qildi mı qilmadi mı qalbida o'zi biladi, yana birga Alloh biladi demekçi. Allah Teala Suresining 52-oyatida mundaq deydi: Allah xoinlarning hiylesini hergizmi muvaffaqiyatga erishtirmaydi. Yani Allah amonatiga xiyonat qilgan kishini to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Oxiri hidoyatdan mahrum qilib rasvo bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Munofiqning alomati 3dir. Gap qilsa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa xiloflik qiladi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Tirmiziy va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Omonatga riaya qilmaganlarning iymoni yo'q. Va'dasiga vafo qilmaganlarning dini yo'q. Har qanday ishda xiyonat qilish pastkashlikdir. Ammo xiyonatning ba'zisidan yomondir. Shunga sening bir qancha tanganga xiyonat qilgan kishi xotin bolalaring va mol mulkingga xiyonat qilib cho'ng gunohlarni sodir qilgan kishi bilan hargizmi o'xshash bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Sana amonat qo'ygan kishining omonatini to'liq ado qilgin. Sana xiyonat qilgan kishiga hargizmi xiyonat qilmag'in deydi. Abu Davud, Imom Tirmiziy, Darimi, Duruqutni ve Hakim rivoyat qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. İnsanlar en dastlab omonat ko'tarilib ketadi. En oxirida namoz qoladi. Qanchilgan namoz o'quvchilar barki ulardan hech qanday xayr yo'q. Tabarani rivoyat qilgan, Albani hasan degan. Hasan hadis. Xiyonat qilishdan
qat'iy saqlaninglar. O nima degan yomon nafsaniyatchilikdir. Abu Davud, Ibn Majah va Nasai rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam do'zax ahli mana shundoq bo'ladi degunicha ulardan bir odamni tilga ilib, u ta'magarchilikdan voz kechmaydi. Kichkina narsa bo'lsa-mu xiyonat qiladi degan Imom Muslim rivoyat qilgan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Qiyomat kuni dunyoda omonatga xiyonat qilgan kishi ilib kelinib, omonatni ado qilgan deyiladi. O ey Rabbim, qanday ado qilaman? Mol dunyo ketib qoldi deydi. Shu chaqda o omonat do'zaxning qarida xuddi xiyonat qilingan kunidagi peti ko'rsatildi. Ondan uningga pastga tushib, uni ilib chiqqan deydi. Shuning bilan u kishi jahannamning ostiga tushib, omonatni yelkasiga yudigan holda ilib chiqadi. Halbuki u omonat uningga dunyoning tog'laridan ig'ir tuyuladi. Oxiri u endi buningdan qutuldigan bo'ldim deb o'ylaganda jahannamning qa'riga u omonat bilan birlikda mangulik tushib ketadi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zini davom qilib bunday deydi: Namoz omonat, tahorat omonat, tarozi omonat, o'lcham omonatdir. Bularning hammasidan ig'iri omonat qo'yilgan narsalardir. Munzili naql qilgan va Imom Ahmad va Bayhaqi rivoyat qilgan. Shunga qarindoshlar, omonat mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar oz bo'lsin, jiq bo'lsin, qo'yilgan omonat eng ig'ir omonat bo'ladi ekan. Mana bu yuqori deyilgandek namoz omonat, tahorat omonat, tarozi omonat, o'lcham omonat, bularning eng ig'iri omonat qo'yilgan narsalar. Bu omonatning ichida mol dunyo ham bo'ladi, omonat qo'yilgan. Yoki biz bir gapda boshqalar demayjimi deb qo'ysa, u omonat bo'ladi. Ba'zilar eskartib deydi, "Masalan, omonat" deb. Bu omonatlarga xiyonat qilsa, qiyomat kuni bordigan o'rinni mana yuqorida bayon qilyapti. Shunga diqqat qilishimiz kerak. O'zimizni xiyonatdan jiroq tutishimiz kerak. Xiyonat qiyomat kuni opiradigan eng yomon yerga bizni olib boradi. Bu dunyoda hech nima bo'lmaydi-ku deb bir jazo bu dunyoda kelmaganligidan qilavergan bilan qiyomatda hisoblanmaydi. Alloh taolo darslarimizni barliq qarindoshlarga manfaatli qilib bersin.